Obunachilar, Qirg'iziston Bishkek qo'zi qo'chqorida olaman deganimiz mana sizlar uchun keldi. Oling endi akalar, mana narxini ham yengil qo'yamiz deb chaqirishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oltin Chorva kanalining ashaddiy obunachilari, chorva qo'zi qo'chqor ishqibozlar. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun biz bugungi video syomkalarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida olib boryapmiz. Obunachilar, ko'ringlar, Qirg'izistonning qo'zi qo'chqorlari zo'ridan ketdi obunachilar. Videoni boshidan bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar obunachilar. Buni sizlarga to'liq ma'lumotni beramiz obunachilar. Xo'p, bugungi sanamizga kelsak, 23-iyul hafta kuniga payshanba 2026-yil. Xo'p, bugungi syomkamizni Anvarbek ukamizdan olib boramiz. Anvarbek, yo'qmisiz? O'zingiz yaxshimi? Qo'zlar olib oldingizmi? Sizdan yaxshimi? Qo'ylar olib oldik. Xudo xohlasa yaxshi deb kelsa. Qarashallardan keldi bu safar. Xudo xohlasa, qarashan chiqaraveramiz. Xudo xohlasa narxini ham chiroyli narxda qo'yib berasiz. Obunachilarimiz olib chiroyli baraka topishadigan narxda qo'yamiz, a? Mana obunachilar, ko'ring, bir qator qo'zi qo'chqor ishonavering. Yaxshidan nasllikka tushadigan boqlardan keldi obunachilar. Xudo xohlasa suyagi ham zo'ragina qo'zilar. Suyagini oyoqni qo'yda qo'zilar. Qo'zilar yaxshi ekan, to'g'risi gap. Endi maqtashmas obunachilar, negativ yozish shart emas, to'g'risi gap. Yaxshi narsani yaxshi yeyiladi-da. Mana qo'zilar belini ham bir qator ko'ramiz, uzunligi ham, hamma tomoni. Kalla garbanozlari ham juda chiroyli obunachilar. Xo'p, bu yerda son nechta Anvarbek? Son 55 ta. Son 55 dona, ha? Bari qo'chqor. Hammasi qo'chqor obunachilar. Qo'chqor juda polvon qo'chqorlar ekan, ha? Qo'chqorlar haqida juda polvon ekan obunachilar. Xo'p, yeb ichish nima ekan Anvarbek bular? Bir hafta sinov olish va garantiyasi bor yana. Sinovni o'tkazsangiz yana bir hafta sinov olishaveradi, ha? Salomatligi joyida ekan, sinov oldik. Kechagina keldi, mana bugun sinovdan o'tdi o'zi. Sinovni o'tkazib oldim. Yana bir hafta 10 kun bemalol sinov olishaveradi, ha? Buni ko'ring. Dastlabkasini nima qilamiz? Dastlabkasi qayergacha besplatni qo'yamiz? Boshi deylik Samarqandgacha 10 ta olish Samarqandgacha ketaveradi. Bitta ishtaga vodiy bo'ylab Toshkentgacha, 5 tagacha. 5 tagacha vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Bularni Anvarbek yosh oilaga qanaqa? Yosh oilaga. Yosh oilaga 6 oydan 7 oygacha. 6-7 oylar atrofida olishaveradi, ha? Xo'p, qo'zi qo'chqorlar bo'y bastini nima qilamiz? O'lchab qo'yamiz bir qator. O'lchab ham qo'yaveramiz. Metrda otganlarchi metr bo'lsa bir qator. Bo'y bastini ham endi nimaki masofadan ko'rib olayotgan obunachilarimiz bor-da. İmkoni bor akalarimiz bo'lsa tepasiga kelib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Nimaga qo'zlar mayda-chuda qo'zi emas-da. Mana bo'y basti ham mana yerga tegib turibdi. Mana bo'y basti ham salkam 80 obunachilar. 75 plyusga olishaversa. 75 plyusga olishaveradi, ha? Mana ham bitta yana o'lchab qo'yiladi. Qo'yinchi metrda. Bu ham shunaqa 75 dan baland, salkam 80 chiqyapti obunachilar. Realni video obunachilar, nimaki buni tagiga kirib olib, yaqinlashtirib olib olishmas. Tepasiga kelsangiz ham xudo xohlasa uyaltirmaydigan qilib video syomka qilyapmiz obunachilar. Nimaki bizning kanal yangi kanal. Nimaki endi adashib qolmaysiz. Xudo xohlasa videoda ko'rib olsangiz ham, tepasiga kelib olsangiz ham adashmaysiz. Mana qo'zi qo'chqorlar oldidan tulov kelgan, yuzlari oq yuz. Xo'p, Anvarbek, buni hammasini bir joyga oldim degan obunachilarimiz uchun bo'ladigan narxini qo'yasiz. Telefon qilib so'zlarga ozmoz o'tib berasiz. Unaqa 100 ming o'tdim, 50 ming o'tdim, unaqa emas. Bo'ladigan narxini qo'ying, nimaki YouTube yosh bola ko'rmaydi-da bizning kanalda. Shuning uchun bo'ladiganini ayting, telefon qilib ozmoz o'zlariga o'tib berasiz. Mana olishsa qayda bo'lsa ham 4,5 million atrofida, 4,5 million emas, mana olishni 4 million 300 ming bir yerga olishsa mana barakasi. 4 million 300 demang Anvarbek. 4 million 300 to'g'risi gap. Realni 4 million 4,5 qo'yilyapti. Nimaki o'zimiz ham bozorda ham video qilamiz. To'g'risi gap, boshqa endi birovga solishtirish emas, yengil keldi, yengil sotaman degan, endi sizda o'pdim, to'g'risi gap. Yo'q, bunday yengil ozgina foyda qoldigan soting, nimaki yangisiga qiziqing-da. Kanalingiz rivoji uchun bittadan like bosib qo'yishadi, obuna bo'lib qo'yishadi. Otangga rahmat deb qo'ysin. 4 million 200 dan ketdi. 4 million 200 ming so'mdan, ha? 4 million 200 dan zo'r narx bo'ldi obunachilar. Realni tavsiya qilaman. Nimaki o'zimiz ham video qilyapmiz, ishonavering. Bunaqa narxda qo'yilgan yo'q. Eng past qo'ydim degan 4 million 400, 4 million 300 qo'yilyapti mana shu qo'yga. Jaydari qo'ydim. 100 mingdan bo'lsa ham 5 million daromad obunachilar. Bir oylik yemini tekinga berdim deb hisoblab qo'ysangiz bo'laveradi obunachilar. Xo'p, bularni hammasini oldim deysiz, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berasiz, ha? 5 ta 10 ta bo'lsa Samarqandgacha. Xo'p, bu birinchi partiyalarimiz, ikkinchi partiyani chiqaveramizmi? Obunachilar, videoni ko'rib turasizlar, bundan da yengillari chiqaveradi obunachilar. İmkoningiz bormi? Bir joyga olib qo'ying. Xudo xohlasa ertaga borgandan keyin ham rahmatni aytasiz obunachilar. Demak, rezultatni yaxshi qiladigan oyoqlari baquvvat qo'zi qo'chqorlar, ko'ring.
oyoq kastahlari ham juda baquvvat. Mana obunachilar qo'zi qo'chqorlar. Obunachilar, ikkinchi partiyamizga ham Qirg'iziston Bishkek qo'zilari obunachilar. Xo'p, son nechta ona Anvarbek buni? Soni 25 ta. 25 dona. Bu ham bari qo'chqormi? Qo'chqor buni. Xo'p, hammasi bari qo'chqor obunachilar. Oyoq qo'li baquvvatidan. Ikkinchi partiyada bu past qo'zi ekan emas. Hammasi zo'r. Mana bir qator bitta Tian Shan bor ekan qo'zlarda. Xo'p, bular yosh o'yligi qanaqa Anvarbek? 6 oydan 5 oyga chiqdi endi bular. 5-6 oylik, ha? 5-6 oylik atrofida. 5-6 oylik. Kichkina qo'zi ekan emas. Tian Shan bor ekan, ha? Beli ham juda qalin ekan, ha buni beli. Xo'p, qo'zlar yaxshi, yosh o'yligi 5-6 oylik atrofida. Xo'p, yerdan balandligi bu ham chiqib qo'yashkilar, necha yerdan 70 balandligi? atrofida chiqadi. 70 plyus-minus olishaveradi, ha? Minus olishaversin. Minus bo'lmasa kerak, 70 olishaversin. Xo'p, Anvarbek qarang, qo'ylarni ham kunduz issiqda qiynamanglar. Bo'ladigan narxini qo'ying buni ham. Ko'rib, obunachilarimiz telefon qilsa, o'zlari yozmada o'tib berasiz, bilasiz o'zi kanal yangi bo'ladigan narxini qo'yiladi o'zi. Obunachilar pastiga kirib olib, yaqinlashtirib olib, unaqa narsa yo'q obunachilar. Tepasiga keling, xudo xolasa qo'ylar ham yo'qadi, qo'yilgan narxi ham yo'qadi obunachilar. Nimaga biz kattalashtirib olib, mana tagiga kirib olib, mana bunday olingani yo'q obunachilar mana. Realniy masofa bor 1-2 metr. Qo'ylar o'zi suyaqli narsa obunachilar. Xo'p, bu narxini Anvarbek bir joyga oldim degan obunachilarimizga necha pul qo'yamiz? Shu videoni ko'rish, oxirigacha ko'rish, mana olsin. 4 million qo'ysam ham ko'taradi, 4 million 200 qo'ysam ham ko'taradi. Xotirjam mana Siz olsin. endi birinchi qo'lsiz. Yengil qo'ying, obunachilarimiz olsin, baraka topsin, siz ham yangisiga qiziqing. Buni ko'p ishlab 200 ming, 300 ming qo'yib olib ko'p ishlashga kerak yo'q. Yengil qo'ying, yangisiga qiziqing, og'oda ham baraka topsin. Barakasi olsin, 3 million 900 olsin. Kanal rivoji. 3 million 900 dan obunachilar, realni tavsiya qilaman. Obunachilar tepasiga kelib ko'rasizmi? Videoda kelolmaydigan akalarimiz bo'lsa, videoda olasizmi? Narxi ishonavering, eldan 200 ming, 300 mingdan arzon bo'ldi obunachilar. Qarashanda uchun qo'ygan yo'q, 4 million. To'rda pazda chiqqan yo'q obunachilar. Realni to'g'ri gapni aytish kerak. Realni to'rda pazda chiqqan yo'q hali qo'zi qo'chqorlar obunachilar. Bo'ybasti ham bunaqa chakana qo'zi emas obunachilar mana. Bo'ybasti uzunligi hamma tomoni o'ziga yarasha. Narxi ishonavering 200 ming, 300 mingdan realni arzon bo'ldi. Like'ni bosib, kanalga obuna bo'lib turasizlar obunachilar. Shunaqa yaxshi pul yengil qo'zi qo'chqorlarni chiqarishda davom etamiz obunachilar. Bizda qo'zi qo'chqorlarimiz ko'p, kun issiq bo'lib ketganligi uchun mana shu ikki partiya bilan to'xtatdik. Telefon qilasizlar, videoga chiqmagan qo'zlarimiz seyrab obunachilar. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa ma'lumotlarimni berishadi. Nima ma'lumot kam bo'lgan bo'lsa, ekrandan nomerlarga aloqaga chiqing. Bo'ybastimi, qanaqa ma'lumoti bo'lsa berishadi. To'liq ma'lumotni berasiz Anvarbek. Telefon qilishadi obunachilarimiz, ha? Telegram, WhatsApp hamma narsa bor, telefon. Xudo xolasa ertaga yangi partiyalaringiz ham tushadi, deyapsiz. Keladi. Xudo xolasa ertaga yana yangi syomkalarni olib boramiz obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Charchamanglar obunachilar.